Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun yangi obyektimiz topshirildi. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha video montaj qilib chiqarib beraman. Kanalda yangi bo'lsangiz like va podpiskani bosib qo'ying. Ana bo'lmasa biz ketdik. Darvozaxonasi. Patologga moslanib rumbik bo'lgan. Bu yog'i tekis. Bir xil liniyada chiqqan hammasi. Mana hujjatimiz 20/20 Sulton Faiz. Bu yerga 110 kvadrat burchatga ketdi. Bu yerda ustakalarimiz 45 mingdan tekis joyiga shu 5 sant 6 sant atseptdan tashlab bosib berishdi. Narxlarga kelsak, narxlar burchatkasi bilan usta puli material ichida 110 ming, 115 mingga boradi. Ana xo'sh, yana bunaqa qilib lenta qo'yilib ketilgan, chetlariga ramka qilib, darvozaxonaga alohida, nimaga kafelni chetida yo'q edigan, bu taraflarga ham polni lenta qo'yib ketilgan. Burchatkasi, lentasi, xizmat haqqisi, burchatka bilan lentani xizmat haqqisi общий 6 million so'm pul bo'ldi. Ustakalarimiz 4 kunda bitirib, xudo xolasa ketishyapti. Bu ishimiz Namangan viloyati Pop tumanida bo'ldi. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatib beradi ustakalarimiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Telefon nomerlari 90lik 588 91 10, 91lik 693 12 38. Vodiy bo'ylab bemalol xizmatlar ko'rsataveramiz. Hammaga rahmat. Fikrlaringizni kommentariyada kutaman.